tinchlikmi? Juma kuni nimaga menga aytmaysan? Ey xudo, yomon bo'pti-ku, endi nima qilaman? Nimaga? Tinchlikmi xotin? Nima bo'ldi? Ijib turing. Yo'q, qiynalmabdim, ish qilib bechoragina, yaxshi odam edi-da. Ha, tinchlikmi xotin? Nima bo'ldi? Dadang mazasi bo'lmadimi? Yo, ayangmi? Bobong, momong kim? Voy, jim turing, o'lgan bo'lishi mumkin ekan. Voy, bechoragina, nimaga unaqa bo'ladi, ha? Ay, yo'q, xotin endi bandachilik, endi bu hammani boshida borda. Kim o'zi, nima bo'ldi? Kim o'ldi? Sen siqilmagin, endi taqdirda. Ha, bo'pti. Kim bo'lardi? Feritda. Ferit otib ketishibdi. Qaysi Ferit? Qaysi bo'lardi? Qo'rg'on sirlar serialidagi Feritchi. Padaringga la'nat. Yurishib Feridini ham, serialini ham. Sen bir serial ko'rmada. U xotin bilasan? Bir gapda. Nima uchun ayollar kal bo'lmaydi bilasan? Chunki ularni senga o'xshagan xotini yo'q. Tovuq miya. Yo'q. Nima? Между прочим, mana bitta dugonam. Kal.